Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, aziz ustozlarimiz hamda o'quvchilar. Yaxshimisizlar, sog'monmisizlar? Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan navbatdagi darsimiz bu SATning matnli masalalari qanday ishlanadi va bularga qanday yechim beriladi. Ya'ni sizda bu og'riqlar mavjud bo'lsa, bularga qanday yechim berilishini dars davomida ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam, ismim Ataxonova Mahliyo, 8 yillik tajribaga ega matematika ustoziman, oliy toifali va oxirgi 3 yilda SATning matematika qismi bo'yicha ustozlarga dars berib kelmoqdaman va ustozlarimiz shu 3 yil mobaynida 1000 dan ortiq ustozlarimiz bizda o'qidi va o'zining maksimal natijalarini qayd etdi. Oxirgi 2025-yilning o'zida esa 100 tadan oshiq ustozimiz aynan SATning matematika qismidan yuqori ball olib, 3 yil davomida amal qiladigan 50% ustamaga ega bo'lishdi. Ya'ni SAT sertifikati ularga 3 yil davomida oylik maoshlariga 50% ustamani qo'shib berishga yordam beradi. Xo'p, demak bugungi mavzuyimiz nimalarga qaratilgan? Qarang, bugungi mavzuyimizda siz Desmosni qanaqangi qilib ishlatish mumkin bo'ladigan holatlarni ko'rib chiqasiz. Bu nima degani? Desmosimizda o'zi bizni vaqtimizni tejaydigan yo'nalish bu Desmos hisoblanadi. Ya'ni SAT imtihoniga kirgan paytingizda Desmosdan qanchalik yaxshi foydalanishni bilsangiz, siz 80% savolingizni, ya'ni tushayotgan savollarni ishlamasdan turib ham, ya'ni qog'oz ruchka ishlatmasdan turib ham javob yozsangiz bo'ladi. Ana endi xuddi shunday savollarimizdan bittasi kelgan 2x minus 2y teng 2 degan yozuvimiz mavjud. Bu nima degani? Savol esa shundan iborat. One of the two linear equation in a system is given deb qo'ygan. Bu nima degani? Bu degani shunaqaki, one degani bu bitta deganini bildiradi. Two linear equation deb qo'ygan. Linear equation bu chiziqli tenglama. System in given deb qo'ygan. Given degan so'zimiz berilgan degan ma'noni bildiradi. Demak, sizga ikkita tenglamaning bittasi berilgan ekan. Ya'ni 2x minus 2y teng 2 degan tenglamamizni yonida yana bitta tenglama mavjud ekan. Bu tenglamamiz sizga aytilmagan ekan. The system has exactly one solution deb qo'ygan. Ya'ni bu sistema ikkita yechimga egaligini aytyapti. Chunki has degan so'zimiz ega borlikni bildiradi. Exactly one solution. Ustozlar, mana shu joyda ikkita deb yozib ketibman. Bitta ekan. Bitta yechim mavjud. Which equation could be the second equation in system deb qo'ygan. Bu nima degani? Ya'ni sizga bu yerda o'sha ikkita tenglamaning yonidagi sherik tenglamasi, ya'ni bitta dona yechimga ega bo'ladigan sherik tenglamasi qanday ko'rinishda bo'lishligini so'rayapti. Albatta, buning uchun bizga Desmos yordam beradi. Google'ga kirib Desmos kalkulyator deb yozsangiz, o'zi kalkulyatorimiz chiqib keladi. Mana, grafing kalkulyator deb turibdi. Ustiga bitta bossangiz, рабочий ekran ochiladi va bu yerda siz bemalol Desmosni ishlatsangiz bo'ladi. Demak, biz bu misolni ishlashimizda variantlardan ketamiz. Ya'ni qaysi variant bilan ikkalasi sistema bo'lgan paytida u bitta dona yechimga ega bo'lishligini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi tenglamamiz mana bunday ko'rinishda. Ikkinchi tenglamamiz A variantimiznikini shunday yozaman. Minus 8x qo'shilgan 8y teng bo'ladi 3 ga. Ko'rib turganingizdek, bu parallel bo'lyapti. Parallel degani bu hech qachon kesishmaydigan degani. Demak, qizil bilan ko'k chizig'imiz hech qachon kesishmaydi. U hech qachon bitta yechim bor degan savolga javob bo'la olmaydi. Va ikkinchi variantimiz tekshirib ko'ramiz. B variantimizni 3x minus 3y barobar 8. Ko'rib turganingizdek, bitta qizil, bitta yashil tenglamamiz chiqyapti. Sistemasi ikkalasi yechimga ega bo'lish uchun ular kesishgan bo'lishligi kerak. Ko'rganingizdek, ular kesishmagan va parallel bo'lganligi sababli hech qachon kesishmaydi. Demak, B variantimiz ham kesishmas ekan, ya'ni bitta yechimga ega bo'lmas ekan. C variantimizni tahlil qilsak, minus 10x qo'shilgan 8y. Ustozlar, men nima tomonidan qaramayapman. O'zim esimda qolgani bo'yicha yozayapman. Nariga ekranni ochmasdan turib. Ko'rib turganingizdek, ikkita tenglamamizni
ikki ko'rsatilgan kesishadigan joyi. -6,5 u -7,5 da kesishyapti. Demak, bu holatda biz to'g'ri javobni C javob sifatida qabul qilar ekanmiz. Aynan 2x minus 2y teng 2 minus 10x qo'shilgan 8y teng 5 degan tenglamalarimiz bitta dona yechimga ega bo'ladigan tenglama hisoblanar ekan. Keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi SAT imtihonda tushishi mumkin bo'lgan tiplardan bittasi javoblardan foydalanib masalaga yechim topish degan qismimiz bilan tanishib chiqamiz. Bunda nima deyapti? Ikkita tenglamamiz berilgan, sharti esa quyidagicha. For each real number r, which of the following points lies on the graph of each equation in the xy plan for the given equation deb qo'ygan. Bu nima degani? Demak, sizga berilgan o'sha r degan sonimiz, mana bu aytilgan r degan sonimiz bu qanaqangidir haqiqiy son deyapti. Quyidagi variantlar ichidan qaysi birlari mana shu tenglama uchun tegishli bo'ladiganini topishimiz kerak ekan. Bunday holatda keladigan savollarimizga yaxshilab e'tibor bersangiz, ikkalasi ham deyarli bir xil bo'ladi. Ya'ni 35x plus 20y teng 15 bilan tepadagi tenglamamiz aynan bir xil. Ya'ni pastdagini 5 ga bo'lib yuborsangiz, tepadagi tenglama kelib chiqadi. Bu holatda bitta tenglamani umumiy qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu tenglama. Bu tenglamani qanoatlantiradigan variantlar ichida qaysi nuqtalar mavjud deyapti. Buning uchun biz har bir variantimizni o'rniga qo'yib ko'rishimiz kerak bo'ladi. O'rniga qo'yganda qanday holatda qo'yasiz? Ya'ni r plus r taqsim 5 plus 3 bu bizning x'imiz hisoblanadi. Va uni yonidan kelgan minus r taqsim 5 plus 15 deganimiz bu y hisoblanadi. Ya'ni o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladigan. Demak, A variantdan boshlaymiz. A variantni o'rniga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Qayerda x ko'rsak minus r taqsim 5 plus 3 ni, qayerda y ko'rsak minus r taqsim 5 plus 15 ni qo'yib hisoblaymiz. 7 r taqsim 5 qo'shilgan 3 plus 4 r deganimizni o'rniga mana bu narsamizni qo'yamiz. Javobimiz esa 3 chiqishi kerak. Qovuslarni ochgan holatda tekshirib chiqamiz. 7r taqsim 5 plus 21. Qovuslarni ochib yuboradigan bo'lsak, minus 4r taqsim 5 qo'shilgan 60 teng 3. Ikkala tomondagi narsa bu 3 ni bermaydi. O'shaning uchun bu variantimiz noto'g'ri. Keyingi B variantni tahlil qiladigan bo'lsak, buni ham o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni x'imizni o'rniga bu narsamizni, y'imizni o'rniga esa buni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, qo'yib ko'ramiz. 7 minus 4r taqsim 7 qo'shilgan 3 taqsim 7. Qo'shamiz 4 y'imiz r ga ko'payishi kerak. Javobimiz esa 3 chiqishi kerak. Qovuslarni ochib soddalashtiradigan bo'lsak, minus 4r qo'shilgan 3 qo'shilgan 4r teng 3. Bundan esa 3 ning qiymati aynan 3 ga tengligi kelib chiqadi. Bundan xulosa qilishimiz mumkin, bizda to'g'ri javobimiz B javobga kelib tushar ekan. Navbatdagi savolga kelamiz. Javob olishda ko'pchilikni adashtiruvchi holatlardan bittasini yozganman. Keling, shu nimamizga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Savol shundan iborat. A business consultant charges $38 for the first hours and $200 for each additional hour of work deb qo'ygan. Konsultant deganimiz bu shunchaki konsultant. Charges deganimiz bu pul. First hour deganimiz bu birinchi soat uchun to'lanadigan pul. Demak, konsultantning birinchi soatiga to'lanadigan pul bu $408 ekan. Va each additional hours of work deb qo'ygan va qolgan soatiga o'sha birinchi soatdan keyingi soatlarni har biriga $204 dan pul to'lashligini aytyapti.
Which of the following quyidagilardan qaysi bir funksiyalar o'sha chargesni ya'ni pulni ifodalaydi dollarlarda h soat ishlagani uchun deyapti. Eslatib o'tyapti, bu yerda h deganimiz qanaqangidir musbat sonligini. Ko'pchilikda mana bunaqangi noto'g'ri fikrlar kelib chiqadi. SH teng bo'ladi. Birinchi 408 olgan va qolganiga 204 h olgan deb o'sha joyda noto'g'ri narsani yozib ketadi. Qarang, o'zi h deganingiz bu umumiy soat. Hni tarkibidan siz bir soatini olib, u bir soatiga 408 dollar pul to'ladingiz. Endi siz qolgan h-1 soatiga nimani to'lashingiz kerak bo'ladi? 204 dollardan to'lashingiz kerak bo'ladi. Demak, 204 dollarni h ga emas, h-1 ga ko'paytirishimiz kerak, chunki bir soati birinchi soat uchun to'lanib bo'lingan. Soddalashtiradigan bo'lsak, 204h minus 204 teng bo'ladi 204h plus 204 ga. Javobimiz esa A variantimiz bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu savolimiz o'zi oxirgi savol ekan. Xullas shunaqangi va shunga o'xshash savollarimizni hammasini siz kurslarimiz davomida bemalol ipidan ignasigacha mukammal qilib maksimal ball olishga qaratilgan materiallar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Kurslarimizda qanday qilib amaliyotda qo'llashni o'rganasiz, Desmosni bo'lsin yoki boshqalarni bo'lsin. Kurslarimizni maqsadi esa aynan shu narsaga qaratilgan, qog'oz va ruchka ishlatmagan holatda Desmosdan va boshqa tez ishlanadigan metodlaridan foydalangan holatda masalalarga to'g'ri javob berib yuqori ball olishga qaratilgan. Sizni ham kurslarimizga taklif etib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.